hech narsani ahamiyati yo'q ekan bu dunyoda. Hech narsa esdan chiqib ketar ekan, hamma narsa yo'q bo'lib, 100 yildan keyin hozirgi kundagi yer yuzidagi odamlardan birortasi qolmaydi degandek, bir yil hali Samarqandda hali tepalikda Xo'ja Xizr masjidi bor edi. Shu imomi juda yaxshi okaxonimizni doim borib kirib duo olib ketardik, o'sha yerda duoyi fotiha qilib. Nimani ko'rsatganlar, o'sha qabristonni buzib bir qurilish qilishmoqchi ekan, bir chopilgan devor turibdi, odam bo'yidan balandroq. 3-4 qator bir bor bilan chizilganga o'xshagan oq chiziq bor. Ushlab ko'ring, bundoq qilsam parashok ekan. Yerga to'kilib ketdi. Kimda qo'liga bir hovuch olib berdi, mana qarang. Mana shu odamning suyagi dedi. Qavat dedi, ustimiz ko'milganlar mana. Qabr bo'lgan, cho'kib yo'q bo'lib ketgan, yana ustidan qabr kavlangan. Mana shu holga, mana shularga hozir nimalar ahamiyati bor? Boymi, kambag'almi, podsho bo'lganmi, gado bo'lgan bu? Hech narsani ahamiyati. Shu narsa o'sha sen aytgandek tushunib yetgan kunim o'sha bo'ldi. Hech narsani ahamiyati yo'q ekan. O'sha oliy maqsad yo'ldan og'ishmaslik kerak ekan bu.